Assalamu alaykum hürmetli radio anlıqçılar. Adabiy anlatış programımızda anlaşıllarını qarşı alımız. Bugünkü programımızda yazğıcı Halide İsrail'nin Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anlatamiz. Voy qandoq qilay, mening qizlarimni nalada. Kimlarning qo'lida xorilinib yurdi-qandu. Nima kunlarni ko'ryotdi-qandu. Men har qaysini tak obdan bilaman. Chechani parqirtib tarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Anam meni, dadam meni. Nemishqa arzulabdiki, mening bunda bo'larimni nemishqa o'ylamoqdiki. Eliqi idoramiz qurilganligining 30 yillik munosabati bilan uyushtirilgan fan texnika mukofotining baholashi dushanba kuni o'tkazildi. Shuningga ulgurtib bir narsa yezing. Cheslasini sal burunroq 6-chi, 7-chi oy qilib yezib qo'ysangiz bo'ladi. Qolganiga biz bor. Bu qandoq bo'la? Ulgurtalmasligimdan ansirayman. Materiallardan foydalanmamsiz. Materiallardan. Bo'lmasa, shunchalik kasbiy materiallarni nima deb yig'isiz? Muhimi, tutgan temangiz cho'ngroq, kishilarni jalb qila oladigan bo'lishi kerak. Men uning yaxshi niyatiga rahmat aytishni unutib, ko'zimni chakchaykinimcha turib qoldim. Oqshimi beshimni alqonlarimning ustiga qo'yib, to'risqa qarab yotgan chig'imda xayolimga ayolimning ozg'ini maoshimni sanab ilayotgan chog'dagi qahrlik holati. Tog'amning texchi moshni ko'ryotamsizlar deyotgan chog'dagi mansizmaslik bilan qiysaygan qalin kolpuklik og'zi. O'g'limning boshqa bolalarning kichik velosipedini miniman deb talishib yig'lashlari ko'z oldimga keldi. Odam yashash uchun sharoitga moslashishi kerak. Mayli u har qancha oliyjanob odam bo'lib ketsin. Men kechacha oqtirib, chat bir nohiyadagi bir nomsiz texnikning maqolasini tanlab oldim. U bir necha yil ilgirki kasbiy foydalanish materialiga besilgan maqola edi. Qarashlari yangi ham o'zgacha. Xilili saviyalik bu maqola besilgandan buyon xuddi o'z egasiga o'xshash hech bir sadosiz yotadi. Uni parchalab bilib, nadagi arzimas quruq gaplarga zo'rlab chatqum kelmadi. Shu peti chiroyli ko'chirib chiqdim. Hatto mavzusini o'zgartmadim. Faqatla beshiga ko'rinarlik qilib o'z ismimni yozdim. İsmimni yozguncha qo'lim titirmadi. Yuzim qizarmadi. Faqat ko'nglim sovuq shamol so'qib turgan qop-quruq dalaga o'xshab qoldi. Ko'zni yumib ochguncha issiq yoz va illiq kuz o'tib, qish fasli yetib keldi. Dekabr kelishi bilan to'xtamay qor yog'ishga boshladi. Qishning labildab qor yog'ayotgan uzoq oqshomlarda issiq o'ylar va zallarda o'ltirish, ziyofat, ko'ngil ichishlar bo'lib turdi. Har xil yoshdagi erlar kech-kechlab puxadan chiquvchi haroq ichdik. Maqtanishdik va lab etishdik. Kayfimiz ko'tarilganda ayollarning ballarini tutib pirqirab tansi o'ynashdik. Butun dunyoni unutib sarang bo'lishdik. Yashadik. Agar onda-sanda mushundoq puxadan chiqib oladigan paytlar bo'lmasa, odam vang'ida yerilib portlab ketishi mumkin edi. Bugun yilning oxirgi kuni. Kashda cho'ng zalda idora qurilganligining 30 yilligi va yangi yil munosabati bilan kashga ko'ngil etish o'tkazilmoqchi. Men ishkop ayniki oldida turib, ayolim bugungi atab tik turib bergan badanimga chippiti kelgan to'q rangli shim kostumimga, ruhiy kayfiyatimga alohida mos kelgan ochiq rangli kostumimga kulimsirab nazar soldim. Odam askisi emas, kiyim askisi deb bekor aytmagan. Yangi kiyim taqdirni butunlay o'zgartirib etdi. Garchi mohiyatim o'zgarmagan bo'lsa-mu, ammo inson hamon shaklan narsalarga oldindi. Bu uning o'zgarmas tabiati. Amal
unvon degandeklarmi xuddi mushu bir qur kiyimga o'xshash shaklan narsa. Uni hamon bir kuni uchangdan silib tashlashga majbur bo'lasan. Ana shuning uchun bor vaqtingda uningdan armonsiz bahramand bo'lishing kerak. O'zim haraqadan 2 romka qiqib olib zalga kirib kelganimda kishilar zalga liqqida tulib o'ltirishib bo'lgan edi. Nadin kelgan kuchkim qaddimni ruslab salmoq qadam bilan zalning o'ttirisini kesib o'tdim. Qadam tevishim o'zimga muzikaning ritmidek anglanib ketdi. Nurg'un chiroylar obtobparasdak men tarafga qaradi. Kela bu yoqqa kel. Sana o'rnini yeb qo'ydik. Kela bizning yonimizda o'tir. Men mag'rurona kulimsirab boshlanish deb ularga ehtirom bildirdim. Ammo ko'nglimda bizarliqimi, ich og'ritishimi o'xshab ketadigan bir xil tuyg'u paydo bo'ldi. Qadamimni to'xtatmadim. To'rdikilardan bir nechasi o'rnidan turdi. Qolganlari chiroyiga illiq kulki yugurtib. Marhamat, deyishdi. Men idora boshlig'ining yiniga kelib o'ltirdim. Supaxunkam ustunlik bilan bir necha eg'iz chaqchaq qilib, menga bo'lgan alohida yaqinchiligini ifodaladi. Menmi uning so'ziga chaqchaq bilan javob qaytardim. Chaqchiqim ancha qamlashmasimi, atrofdagilar qaqoqlab kulishdi. Chochlari uchdak oqirib ketgan mochujang dolamga shapaloqlab. Bo'ladigan yigitchimi? Shug'unisi idoramizda mundaq iqtidorli yoshlar nihoyatda oz, dedi va qulog'imga pichirlab. Sizga qo'shlab xush xabar bormi? Unvoningiz tasdiqlanib bo'ldi. Yana Patorda ko'jangmi bo'lib qoldigandek tursiz. Endi bizni qachon mehmon qilasiz? U oxirgi so'zni ovozini ko'tarib raqig'ashqa so'rindikilarning hammasi anglab tangla. Rost, bizni qachon mehmon qilasiz? Bizni undaq mundaq mehmon qilib qutulman demangchimi? Muhojirlar mehmonxonasining restoraniga boramiz, deyishdi. Menmi to'xtamay. Albatta beshim bilan mehmon qilaman, deb turdim. Xulos so'zda boshlig'imiz mukofotlangan maqomni alohida tilga oldi. Meni bosh ko'rib tadqiqot bilan shug'ullanib, idoramizga va sistemimizga shon-sharaf keltirdi deb ta'rifladi. Idoraga shon-sharaf keltirganim Patorda unvonga va amalga erishadiganim uchun shunchalik ko'p qadahlar ko'tarildi. Shunchalik ta'sirli qadah so'zlari so'zlandi. Ko'pincha aroqning o'rnida gazliq suv ichgan bo'lsammi, o'zimni osmonda parvoz qilayotgandek sezishga boshladim. Hatto o'zimning qaltis odamligiga, rostilla ajoyib ishlarni qilayotganimga ishonib qoldim. Albatta, tansidimi eng chiroyli qizlar menga mansub bo'ldi. Dodilroqlari o'zlari kelib meni tansiga tatdi. Bir qatim hatto hiliqi chiroyli tulcho'kan bilan idoramizga yangidan taqsim qilinib kelgan eng yangi modada yosinib yuradigan qiz bola bir vaqtda oldimga kelib qoldi. Qanday qilishimni bilmay tursam, hiliqi qiz bir chaqchaq qilibla raqibimni qochirib meni qo'lga keltirdi. Keyingi tanslarda men asosan o'sha qiz bilan o'ynab chiqdim. U menga yaqin choplashib, ko'zlarimga dodillik bilan tikilatdi. Ajoyib o'tkir, ma'nilik chaqchaqlari bilan meni mast qilatdi. Men uning ko'zlaridan ayolimning ko'zlarida azaldan o'chirib boqmagan nurg'un yangi narsalarni bayqadim. Uning ko'zlari tepishmoqqa, sehrlik dengizga o'xshaydi. Men uningda g'ulash tashlab o'zishni yoki uningga abadiy g'arq bo'lib ketishni o'yladim. U zalning naqadar isib ketayotganligidan zorlandi. Men uni chiqib oyinib kirishga taklif qildim. Ikkimiz nurg'un paltolar orasidan ko'milib ketgan paltolarimizni izlab tepib sirtqa chiqib ketdik. Muzdek sovuq havo ikkimizni xeyli sagitdi. Ammo yuraklarimizni yalqunjab turgan o'tni o'chirolmadi. U badaniga chippidi kelgan qomi yaqiliq palto ichida titriginicha meni mahkam qo'ltiqlab olgan edi. Qomi tumoq ostidagi surmi surilgan ko'zlari yulduzlarning suz yo'riqida ajoyib yo'g'on ham chiroyli ko'rinadi. Ishxona binosining orqasidagi qorong'ulikda ikkimiz xuddi maslahatlashib olgandek to'xtab qoldik. U muzdek sovuq tomga yulinib, menga talmirib qaradi. Men uningga asta yaqinlashdim. Sovuqdan tatargan yumran mangizni xuddi esil san'at buyumini silg'andek sildim. Yuzni olqinlarimning orsiga elib, sal yuqoriga qaratdim.
qip-qizil bo'yalgan lavlarga suyish uchun beshimni aydim-yu, birdilla to'xtab so'radim. Men texi sizning ismingizni bilmayman. Takrorlanmas bir daqiqa ajoyib she'riy kayfiyat kimdir birining ovozi bilan buzildi. Qaranglar bu qochqinlarni. Bizdan qochib qutulolmaysizlar-ku? Chiroyli yosh cho'kan bilan yana bir qiz kulishib, chirqirashqinicha orqamizdan yetishib keldi. Tursun, Guli, yuringlar. Ko'chaga chiqib yangi yillik chiroqlarni ko'rib kelamiz. Ondan keyin texmi yaxshi yana topamiz. Ular ikkimizni so'rab elib mangdi. Men ichimda butun shaharda to'xtab qilishni tiladim. Biroq cho'ng ko'chaga chiqib qarasak, atrof son-sanoqsiz rangdor chiroqlarning nurida ajoyib g'arayib dunyoga o'xshab qopti. Mushundoq bir xiyoliy dunyoda hur parilardek go'zallarning hamrohligida bir necha soat bo'lsa-mu yashash hammali kishiga uchrayveradigan omad emas. Kim biladi? Kelar yili yangi yilni nalada qandoq o'tkazimankin? Darvoza tubida Shokir aka biz tarafga qarab turgan ekan. Qaraganda u meni saqlayotgan bo'lsa kerak. Ammo u yinimdagi qizlarni ko'rib umidsizlandi bo'lg'ay. Oldimga kelmay darvozada beshida o'chib yinib turgan chiroqlarga qarab tomosha qilayotganda qiyofatga kirib oldi. To'timiz uning oldidan chaqchaqlashib, kulishib o'tib ketdik. Bir necha qadam mangmayla yer osti o'tish yo'lining og'zida bizga kayinni qilib tomosha chekib turgan yana bir tunish gavda ko'zimga chiliqdi. O'zligidan o'ginib, oliy maktab diplomiga erishgan bu kelishgan yigit kasbiy bilimlarning birariga yo'tkilish ko'yida menga alohida yaqinchilik qiladigan bo'lib qolgan edi. U texi bugun meni ko'ngil etishdan keyin billa oylanib kelishga taklif qilgan. U burilib qarab, menga ma'nilik kulib salom qildi. Menmi javoban ma'nilik yejib qo'yib o'tib ketdim. Urumchining yerimini piyoda oylanib, chiroqlari o'chib yenib turadigan bir katta kichik bazmaxonda puxadan chiqquncha tansa, deski o'ynab, pullarimizning hammasini magazinlarning derazasidagi modellarga o'xshab ketadigan go'zal oshko'z xo'jayin xonimning cho'ntagiga tashlab berib, tong otay deganda yerib ichib uyga qaytib kelsam, Shokir aka mehmonxonadagi divanda meni saqlab o'ltiribdi. U xilil tanshilib qolgan ekan. Meni ko'ribla quchoqlab bo'ynimga gera silib, nurlarimga shaplaqlab osmonga uchirib maqtashga boshladi. Gepining uraniga qarsam, cho'ng o'g'lining idoraga o'rinlashishiga yordam qilsang demoqchi ekan. Uning cho'ng o'g'li oliy maktabga o'talmagandan keyin undaq-mundaq ishlarni yaratmay, cho'ng'iga erisholmay, amdilikda jamiyatdagi bo'lar bo'lmas bolalar bilan oralashib yuradigan bo'lib qopti. Yaqindala texi heroin chekadiganlar bilan oralashib qilib, bir oyda qamoqda yetib chiqqani hech kimga sir emas edi. Men uningga qo'limdan kelishicha yordam qilaman dedim. Shokir aka xushal bo'lib ketib, "O'sha bolning g'amidan qutuldursang, sening uchun jinimni mo pido qilishga roziman. Garchi ma'u oz bo'lsa-mu ko'nglim" deb yonchiqidan bir bog'lam pulni ilib shira ustiga qo'ydi. Shirada bir bog'lam pul. U bir necha ming yoki bir necha yuz yuandi. Ish qilib, men hozirgacha unchalik ko'p pulni qo'limga ilib tutibmi ko'rganim yo'q. Uningga rangli televizordan biri yoki chet elning ayolchi esil paltosidan biri kelishi mumkin. Biroq Shokir aka mushunchalik pulni qanchalik tasdiq yiqqandi. Ko'z oldimga boshqa narsa emas, Shokir akaning bir chaqlarda tutib yurgan tomoq qochisi keldi. Ilgari uning ayoli yiroq bir joyda ishlagashga tushdi. Shokir aka bolalariga yo'g'on bir tunuka qochida oshxonadan tomoq to'shitdi. Ko'nrab siri qolmagan. Paxta tiqib qo'yilgan to'shiklaridan tomoqning suvi temib turadigan bu qocha shu chaqda idora bo'yicha mashhur edi. Boshqalarning qoch to'g'risidagi chaqchaq, yapti gap, masxiralariga u faqat kulib qo'yatdi. U doim oy oxirida mendan 20-30 yuan qarz so'raydi. Maoshni olgan kuni qarzni qaytarg'ili yinimga kirganda, "Sizlar yosh bolalar mendan savoq elinglar. Bola deganni Xudoyim bad deb tepivasi bo'lmaydi ekan. Mana endi bu bolani boqmasak texi, ota-onalarga 5-10 yuan avatmasak texi" deydi. Qachon qarsa kichiltib o'zgartirilgan kiyimlarni kiyib yuradigan. Ammo bir-biridan kapsiz oshi bolalar endilikda cho'ng yigit, cho'ng qizlarga aylangan edi. Shokir aka bilan ayoli bugungi kunda oshu bolalarning har biriga
necha 10 ming yuanlab pul g'ajlamay ularni qo'ldan chiqara olmaydi. Vujudimdagi ikki man bir-birining gilni bo'g'ishib jon tikib elishmoqda edi. Mushu qadamni bosma. Boshqalarning rizqiga changsilish razillik. Bir kuchli ovoz shunda xitob qiladi. Xirqirab, zaif yana bir ovoz umidsizlik ichida. Ahmaq, tayyor pul oldinga keldi. Tiz yanchiqingga solsangchi, deydi. Put-qo'llarimdan titrakni yushirish uchun o'rnimdan turib, u yoqdan bu yoqqa mangishqa boshladim. Bo'ladi Shokir aka. Umrimda bir yaxshi ish qilib qo'yay. Xotirjam bo'ling. Ma'u pulni yanchiqingizga silib qo'ying. Biz bir-birimizni bilishimiz, bir tuqqandek bo'lib ketgan odamlarmiz. Shiraning ustida turgan pulni ittik ilib uning yanchiqiga silib etdim. Hech bo'lmasa 20 ni ilib qolmamsan. Yilqi zaif ovoz bo'g'ilib chiqirib etdi. Qo'limni ittik tortib ilib, nihoyat qiyin ishdan birini o'rnib etgandek hosirab, madoramdan ketganimcha divonga yiqildim. Yelimi Shokir aka ortiqcha zo'rlamadi. Ko'zimga birdam qarab turib ketib, birdilla yig'lab etdi. Ukam Tursun, men bu dunyoda insofli odam qolmadimikin deb o'ylab edim. Yelimi bor ekan. Rostini aytsam, men Xudoga ishongan emas. Agar Xudo bo'ladigan bo'lsa, bu ishni ko'rib turganda deyman. Men 5 bolam haqida Xudodan sana yaxshilik tilayman. Men keyingi kunlarda Xudoga ishonmaydigan Shokir akamning mushu duosini necha qitim esimga oldim. Shu yangi yil oqshimidan boshlab ya ishxonada, ya uyda ko'nglim orom topmas bo'ldi. Ishxonamning atrofida Guli ismli hiliqi qiz bolaning taraqlab mangan oyoq tevishi. Ta'sir kuchiga boy jarangliq kulgisi anglanib turardi. Ba'zida ishxonamning eshigi tuyuqsiz ochilib, o'zli kirib keladi. Atrofimda cho'rgilab, chaqchaq qiladi, kuladi. Qalbimni yoki ko'zaynikimni tiqib qo'yib, bir hazo izdigili soladi. Yipakdek parqiroq, qop-qora, quyuq sochlari atrofimda yalpinadi. Xuddi klassik she'rda tasvirlangandek, men shu sochlarga bog'lanib qolgan edim. Oqshimi uning kulib turgan chiroyi, sochlari ko'z oldimdan ketmaydi. Ayolimning ko'tuldoshlari, o'g'limning haqishlik qilishlari qulog'imga kirmaydi. Ba'zida xiyolimdagi u farishta sifat simoni ko'z oldimdagi horg'in chiroy ayolimga silishtirib, talaysizligimga o'kinatdim. So'g'uqqan bo'lib qolgan chog'larimda bularning hammasi bir kunlarda yo'q bo'lib ketadigan tushdek xiyoliy ko'rinishlar. Menga asqotidigini yanıla mushu ko't-ko't xotinim bilan o'g'lim deb o'ylaydim. Atisla bu xiyollarimdan asar qolmaydi. Bir kuni yo'qlang bir ish sababidan ayolimni silkib etdim. Ayolim meni "Tushing" deb tilib oldi. Meni amsa deb og'ziga kelishtirib bir qachat soldim. U og'zining burchigidagi qonni surkinicha meni og'ziga olqsiz ashaddiy so'zlar bilan tillab, bolani ilib yomonlab mangdi. Men bolani qo'yib, o'zing nega borsang ba? Ko'zimdan yo'qa. Sendek xotinga beradigan bola yo'q, dedim. Ikkimiz atsi sotqa berib ajrashmoqchi bo'ldik. Men kecha-kecha uxlamay, buningdan keyingi baxtli turmushimning xiyoliy ko'rinishlarini sizib chiqdim. Atsi boshlig'imizning oldiga ajrish to'g'risida da'vo qilib kirdim. Men ayolimning turli ayıplari, men qilgan atganlari ustidan shikoyat qilganimda boshlig'im so'zlarimni astoydil anglamayli qolmasdan ko'zimning ichiga qarab kulib, "Ukam, bizdek cho'nglarning gapini anglab qo'y. Kepinakdek sho'x, chiroyli ayollar oshna bo'lishga loyiq, xotin bo'lishga loyiq emas. Uningga hamma odamning ko'zi tushidi. Hamma odamning uningdan bahramand bo'lg'isi keladi. Sen istiqbolli, yosh, cho'ng ishlar tegi oldingda. Sana undaq ayollar yarashmaydi", dedi. Uning so'zlarini anglab o'ltirib, tilim shunchalik qichshdiki, sizning so'zingizning aksicha ba'zilar chiroyli xotinlarga tayinib istiqbol tepiyotmamdi. Cho'ng ishlarni qilyotmamdi. Da'vatkili tos qoldim. Ammo undamadim. Cho'ng ishlarga bel bog'lagan odam tilini yig'ishni bilishi. Vaqti kelsa, qora narsani ko'rsatib, bu narsa ajab oq, ajab sizikkan deyishni o'rganish kerak. Amaliyotda hammadan muhimi mana shu. Oxirida u menga:
Ukam, sen bilan urug' tuqqandek bo'lib qoldik. Seni yaxshi ko'rgach, akamning ko'nglinga shundoq yaqin tuyuladi. Akang bilan mungdishib, asralashib o'ltirsak deydigan orzuyim bor. Qachon vaqti yetsa, g'erib xonamizga kelib o'ltirib ketgan bo'lsa, xafa bo'lmay, 1-2 kun ichida javobini bersan, dedi. Yuragim qartidi qilib qoldi. Uning oxir bir kuni mushundaq deydiganligini bilatdim. Shunga oldin o'ylab qo'yganim bo'yicha. Akam yaqinda chet elga chiqmoqchi ekan. Shuning tayyorligida aldirash bo'lib qopti, dedim. Aldirash ish yo'q, aldirash ish yo'q. Cho'ng odamlarning cho'ng ishlari bo'ladi, aldirash bo'ladi. Albatta, qachon vaqti yetsa shu chaqda. Aras, Shakirga aytib qo'ying, bolasining ishi hal bo'lib qoldi. Qolgan ishni Shakir o'zi kadrlar boshqarmasidagilar bilan aloqalash bijirib olsin. Samirib qo'rsoq silib ketmagan. Birli qaragan kishida yaxshi ta'sir qoldira oladigan. Ichki dunyosidagi xilma-xil ziddiyat, andisha, orzu, havaslar ko'zlarida, chiroydagi har bir inchki siziqlarda aks etib turgan bu odam o'sha paytda menga intayin suyimli ko'rindi. Men uningga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildirdim. U mening minnatdorligimni albatta akisiga yetkazdi deb o'ylab, o'z-o'zidan suyunib ketdi. Bir kuni tushdan keyin ishxonada bekorchilikdan zerikib o'tirsam, So'poxonkam aldirash kirib keldi va huduqinicha: "O'nglagansiz, yuqoridan boshliqlar keldi. Men ularni Jujonlarning ishxonasiga boshlab akirib qo'ydim. Xuddi bir kim ko'nglimga solgandek eshik oldiga chiqib ekanman. Qarsam pikaplar qatorlashib kelyapmamdi. Qarab tursam, boshliqlar bir-birlab tushkili turdi. Darhol oldiga bordim. Hammasi bilan qo'l ilishib ko'rishdim." U so'zlab o'tib, qo'llariga qarab qo'yatdi va qo'llarini to'xtamay ovlaydi. Yuragim ansiz so'qishga boshladi. "Nima ish bilan kapti?" "Eliqchi, eliqi idoraning o'rnini ko'chirish ishi to'g'risida bo'lmamdi. Men Jujonga bu yerdan ko'chmaymiz deb chang turing deb qo'ygan. Aras, bu yerda nimaga o'ltirasiz? Akangiz bo'lgandan keyin kirib Jujonga yordamlashib, ikki og'iz gap qilib qo'ymamsiz?" Ma'qul, hozir chiqay. Nimlarni deb g'odirg'inimcha qo'ygan tutqunimni tuymagan holda eshikdan chiqib ketdim. So'poxonkam: "Voy, mau ishxonangizni qandoq qilaman, taqib o'taymi?" deb varqirg'ini chiqoldi. Udul uyga bordim. Shiraning oldiga berib, beshimni qo'llarim bilan changallab o'ltirdim. Tugidi. Hammasi tugidi. Shon shuhrat, e'tiborlanishlar, go'zal qizlarning muhabbati, hammasi ko'zni yumib ochqicha ko'pikdek yo'q bo'ldi. Kim biladi? Xotinimni saqlab qola olamdim texi. Atidan tortib, tojinsa eshikni yuzimga jaloqlab yepib, tani gaplarni yog'dirib etdi. Atrofimdagilar hiliqi optob paraslar, asad o'tida puchunib yurganlar beshimga la'nat toshlarini yog'dirdi. Bir chaqda men jajisini bergan hiliqi ayolning oyog'iga o'zini etib undan kechirim so'rashidi. Uni qayta beshiga elib ko'tirishidi. Boshliqlar, ular qanday qilish ekan? Meni jazolami? Bo'pti. Bu kun baribir keladi. Oxiri keldi. Beshimga kelganini ko'ray. Nihoyat shu, meni biran noyiga tushirib o'ta. Yurtimga ketaman. Tog'imga sen topgan baloga men qoldim deyman. Qanchalik o'ltirganimni bilmayman. Eshik osta 3 qitim chekildi. Keyin ovozliqroq yana bir qitim chekildi. Demak, meni izlab kelishgan ekan. Xuddi dar oldiga mingan jinoyatchilar ketyapman. Qadamlarim shunchalik eg'ir. Menam yerilib ketgidek og'riyotdi. Ko'zlarim ushqunlar chaqnayotgandek to'yildi. Yiqilib ketmasam bo'ladi. Yo'q, ching turay. Menmi ularga nim qiptiman? Har qaysisining atibashirsini oshkorladim shu, deyman. Oldimda notnush bir odam kulimsirab turdi. Yo'q, u tunish odam. Men bir gizitdan uning rasmini kesib olgan. Talay qitim uning rasmiga sinchilab qarab, uning bilan unsiz paranglashgan. U mening akam. Beshimga chaqmoq tushgandek bo'lib, ko'z oldim qorong'ulashdi. Ammo bu holat ko'z yumib ochqicha o'tib ketdi.
bir chatda tuvanchilik bilan kulimsirab turgan Sopaxunkamning "Mavbonning qarab turg'inni, bo'ling, akangizni uyga boshlang" degan ovozi menga jon kirgizdi. Ularni uyga taklif qildim. Sopaxunkam ta'zim bilan "Sal turib keray. Ikkinglarning parangmi yig'ilib qolgan bo'g'idi haqajon" deb o'zri aytdi. Men zo'rlamadim. Akam ikkimiz mehmonxona uyda udul-mudul o'ltirdik. U menga sinchi ko'zlar bilan qarab o'ltiratdi. Menmi dakidukki ichida zo'n suralmaydim. Xeyligacha sukut ichida ana shundoq o'ltirishdik. "Anglasam bu yerda mening bir ukam bor ekan, tunishib qo'yay deb kirdim." Men beshimni tuvan qilib olib, barmoqlarim bilan yaltirab turgan sulyo dasturxonni surtishga boshladim. Yuzim o't ilib ketyapti. Menmi aqlimga kelgandan tortib, bir ukam bo'lsa deb orzu qilatdim. Shug'inisi, uning bilan bak kechikib tunishib qoptiman. Bu yerga kelmagan bo'lsam, uningdan mahrum qoldi ekanman texe. Yartigidan chiroyiga qarasam, ich-ichidan kulki qaynab turibdi. Darhol ko'zimni aqqichib, beshimni tuvan soldim. U birdilla qoqoqlab ko'zlaridan yosh chiqishi kuldi. Ko'zlarini qo'l yog'liq bilan surtgash. Men texe hech narsadan yiqmaydigan, toza bir aloqatni ko'radigan bo'ldim deb o'ylagan edim. Shug'inisi, o'ylaganimning ta'tiri chiqib qoldi, dedi va birdilla kulkisini to'xtatib, tortmamdagi surtiga o'xshash jiddiy holatiga qaytdi. Men o'zimni kuchab besib olib, oxir xursingan holda: "O'zimni oqlab o'ltirmayman. Men oldingizda gunohkor", dedim. U hech narsa demadi. O'tirimizda xeyli uzoqcha eg'ir sukut hukm surdi. Bu sukut menda yana vahima paydo qildi. Put-qo'llarim bilinmas titrashga boshladi. "Araqingiz bormi? Bo'lsa 2 romkadan ichayli." "Baba, qanday qaraq? Qanday bo'lsa mayli. Zakuskisiga ozroq mayliqdadir yoki bir nechtal olma bo'lsa bo'laverdi." To'nglatquda ozroq qattiq quruq pechini bilan bir nechtal ochiq qurtdan boshqa narsa yo'q ekan. Darhol yonchiqimni oqtirib, sumkani qo'limga olgan edim. U o'z aksiga shundoq tujut qilgan bormi? deb meni tortib o'ltirg'izib qo'ydi. To'nglatqudagi pechini bilan qurtdan o'zi akaldi. Aynak ishkapni ichib, romkidan 2ni oldi. "Bir chaqlarda og'inlar bilan mushundoq ichishaddiq. Araqimiz azon, zakuskimiz oddiy edi. Ammo chin ko'nglimizdan paransilishatdiq. Ko'nglimizda kir yo'q edi. Qilishmagan so'zlarimiz qolmaydi-da. Qani shukillar, ha? Hozir turmush yaxshilandi. Hamma kishilarning qalbi o'zgarib ketdi. Yaqinda shu chaqlarda birga ichishadigan bir og'inam uyga chaqirib kelibdi. Bodim, shiraning ustida to'g'ri sutidan boshqa hammasi bor. Aroqlari esil, ammo sohibxona ilgirki og'inam emas. Bir yerlari qo'rinib ehtiyot qilib turdi. Ichida bir gapi bordek qildi-yu, ammo to'g'risini aytmaydi. Gapimiz zodi qo'lashmadi. Qani amsa xo'sha, aka-uka ikkimizning tanishqinimiz uchun, salomatligimiz, uzoq yashashimiz uchun, mening kelinim sizning rafiqingizning tezroq qaytib kelishi uchun, bundan keyinmi tashlashmay haqiqiy aka-ukalardan bo'lishimiz uchun. Romkalarning pat-pat bo'shab turishiga ayishib, mendagi vahima, andisha, qo'rqinish deganlar bir-birlab yo'qoldi. Oldimdagi bu salobatlik odam menga rostila bir tuqqan akamdek ko'rinishga boshladi. Men uning ota-onamning kichikimda o'lib ketganligini, bir tag'am borligini, uningdan qanday qo'rqadiganligimni, hayotimdagi eng chong orzuyim uning e'tirof qilishiga erishish ekanligini so'zlab berdim. Men musandan ko'p farqlanib ketmayman. Mening urug' tuqqanlarim, tunish bilishlarim, do'st og'inlarim nihoyat ko'p. Ammo men yana o'zimni tikandek yolg'iz sezaman. Chunki ularning hech qaysisi meni chin ko'ngildan yaxshi ko'rmaydi. Ularning yaxshi ko'rdigini boshqa narsa. Men haqiqiy tuqqanga, haqiqiy do'stga muhtoj. Ammo shu vaqtgacha men uni topolmadim. Men bu yil jarayonda nurg'un ishlarning tagiga yetdim. Nurg'un odamlarni tushunib yetdim. Men o'zimni razilmikin desam, bu odamlar mendan murazilkan. Shundaqda o'tib, bir necha oydan bu yoqqa sarguzashtlarim. Ajibiy rasmlardek tez o'zgarib turgan xilma-xil chiroylar ko'z oldimdan birma-bir o'tdi. U shira ustidagi oddiy tamakidan bir tal sug'urdi.
Men darhol çamlığımni chiqarib, uningga o't yiqib berdim. Shu oraliqda uning barmoqlarining jismoniy emgak bilan shug'ullanadigan odamlarnikidek qisqa ham qo'pol ekanligini sezdim. Shundoq, odam degan narsa ba'zi chog'larda ajoyib razillashib ketadi. Ilgari Mo'min ismli bir xizmatdoshim bo'ladigan. U odam degan nima? Boshliqning oldida 4 putliq it, tangdemarliklar oldida tulka, xotini va qo'l ostidagilarning oldida yo'l vositaydigan. Hayot ayollik munosabat to'g'risida ajoyib qiziq paranglarni soladigan odam edi. Rasm chizatdi, xatni ajoyib chiroyli yozatdi. U xatlar odamga xuddi jini bordek tuyulatdi. Mushu vaqtcha uningda xat yoza oladigan odamdan yana birini ko'rganim yo'q. Bir chat yezda billa apandichilik qildik. Ayolim Nohida, o'zim yezida. Ota-onasi meni shaharga yo'tkilib kelmasa, qizimizning xatini bersin deb turib oldi. Ayolimga qattiq ko'nglim bor edi. Ma'rif idorasiga to'liq atrab, ishimni hal qila olmay yursam, shu Mo'minkan bir kuni menga bir parcha xat yozib berdi. Buni Nohiga opasam, ishing atila hal bo'ladi dedi. Aslida u shu chog'dagi Mo'min ismli hokimning pochirkisi bilan imzosini o'z ayni do'rab yozishni o'rgangan ekan. Qani bir urinib ko'ray, yo biroqda jazolanib xizmatdan ayrilib ketaman, yo ishim hal bo'lib qolar degan umidda Ma'rif idorasiga opadim. Ishim 2 kunga qolmay to'g'rinib keldi. Baxtimga men Nohiga yo'tkilib uzun o'tmay Mo'min hokim viloyatga o'sib ketdi. Shu Mo'minkan bo'lmagan bo'lsa, balki mushu vaqtcha yezda ishlagan bo'lardim. Bak bo'lsa, maktabda mudir bo'lardim-kan. Men bir ig'iz zuvan surmay salopatlik, hayotning turli qozonlarida qaynab pishib ketgan. Ammo qalbining bir yerlarida bir parcha poklikni saqlab qola olgan bu ajoyib odamning so'zlarini anglab o'ltirdim. Har qanday odam ba'zi chaqlarda ko'nglidagi gaplarini bir araga to'kilishga muhtoj bo'ladi ekan. Biroq men doim shu yezni, shu chog'ni sevg'inaman. Maktabning menga o'xshash bo'ytoq yashaydigan bir kasri bo'ladigan. Oddiy ravobidimi shundoq mungluq kuylarni chalatdi. Eyg'i 10 necha yuandan maosh oladigan 2 ayol o'qituvchi bor edi. Beshikdagi bolalarini ishxonaga tashlab qo'yib, darsga kirib ketadi. Bolalar yig'ilsa, qolganlar beshikni tavirtib, sutlarini ichirib qo'yadi. Shundoq sodda, oq ko'ngil odamlar edi. Bir-biridan xavfsirab, sir yushirib ketishmaydi. Ko'ngilda nimani o'ylasa, og'izdan shu chiqadi. Albatta, sharoit davr o'zgardi. Odamlarmi o'zgardi. Biroq odam aqlliq bo'lgancha razillashib ketishi kerak-ku. Atrofingga nagil qarsang bo'ladi. Shundoq rostdan boshqani bilmaydigan. Kulib turgan saxta chiroylar. Hatto ko'tiga nachin tepsangmi, oyoq ostonda domlab yurib, xo'sh-xo'sh deydi-ku. Neni ayollar, neni qizlar cho'tehi. O'zining yoki erlarining arzimas amali, unvoni uchun sana hammani berib o'tishga tayyor turdi. O'zlari minnatdorlik bilan taqdim qilayotgan yerda mendan nima ketadi deysan. Biroq ko'ngildagi saskinishni bosa olmaysan. Shu xushamallik yejishlarning tegidan zaharni atrofingda paypitak bo'lib yurganlarning qo'ynidagi pichoqni ko'rib turasan. Shu ayollarning sendek bir ko'rimsiz odamga oshiq emasligini, balki huquqing, obro'yingga oshiq ekanligini, qachonki huquqingdan ayrilgan kuning, shu erlar va ayollarning seni ko'ra ko'zi yo'qligini, seni masxara qilishdiganligini, zahardek tani gaplar bilan yuragingni zidi qildiganligini bilib tursan. Biroq odamlarning shunday razilligi uchun huquqingning borida ularga toza bir o'zingni ko'zitib qo'ygan keladi. Kimdir biri eshikni chekdi. Ochsam boshliqimiz bilan ayoli. Sal nerda Supaxunkam suvari oltin tishlarini parqirtib kulib turdi. Xilli eg'irlashib qolgan akam ular bilan tasdi o'rnidan turib salomlashdi. Shishining oxirida qolgan haraqni boshliqimiz bilan Supaxunkamga qo'yib berdi. Ular nachar haraqni tomshib turib ichishdi. Boshliqimiz og'zini surtib o'tib, bizni uyga taklif qilib kelganligini aytdi. Ayolimi akam bilan tanishib, didorlashish o'zlarining uzoqdan bu yoqqa orzusi ekanligini izhor qildi.
chiroyli ayol noz bilan so'zlayotgan akam uningga ko'zlarini xumarlashtirib sapsilib qarab ketdi va darhol rozilik bildirdi. Ular uchi uni yo'lab minishdi. Menimi birga chiqishga shunchalik zo'rlashdi, ammo men unimadim. Ayolim bugun kechda qaytib kelmoqchi dedim. Bo'pti, amsa deb rayimni qo'yib berishdi. Yana yolg'iz qoldim. Menimda ajoyib ta'sirotlar, xilma-xil xiyollar tangli qaynatdi. Bara-bara mening turmuzlanib hech narsaga ishlamas bo'ldi. Harg'inlik bilan o'zimni karvatga tashladim. Shuning bilan hamma ish oxir oyoqlashdi. Men bu yerda tinch omon o'ltirib o'tibdiman. Qolgan ishlar, qolgan odamlar nega bosi-bosin. Men bak yerib ketdim. Eshik yana chekildi. Joyillik bilan uzoq chekildi. Oxir chidayolmay berib eshikni ochdim. Eshik oldida yo'g'on so'mka ko'targan. Burtri endi xat tatgan iliq chiroy bir yigitchaq tortinibgina kulimsirab turardi. Assalomu alaykum tag'a. Men uningga bir haza qarab turib ketib, ismini tasdi esimga oldim. Va alaykum assalom. Va Yoqubjonmi sen? Kel, uyga kel. U yo'g'on so'mkasini dalonga qo'yib, mehmonxonaga kirib o'ltirganda, men uni suvolga ko'mib etdim. Tag'am va boshqa urug' tuqqalar tesh amonmi? Qandoq bo'lib bu qari qishda kelib qolding? O'qishqimi? Hammasi tesh amon, sana salom etdi. Yozda cho'qim kelib kelsin deb topildi. Men o'qishga keldim, san'at institutiga. Shunda qilsa, tag'amning mang'an yo'li bekorga ketmabdi-da. Bumi yaxshi bo'pti. O'zingning amroq kasbini tepibsan. Yo'q, o'zim imtihon berib o'tdim. San'at institutidan o'quvchi olg'ili berib ekan, o'yliklarga demayli imtihon qatnashgan edim. O'tib qoptiman. Voy, o'yliklarga demayli imtihon berdim degan. Yaraysan, yigitkansan. Biroq tag'amning mang'an yo'li bekor bo'ldimi endi? Bekor bo'lmamdi amsa, o'zi qilgan ish bo'lg'ach gap qila olmay qoldi. Lekin za dardini o'zi biladi. 3000 yuan pul bilan ikki qo'yma o'zikni qo'ymachiga o'zi tutqizib qo'ygan tursa, dadam arz qilayli debmi baxti. Lekin cho'ng dadam gap qilmay turib oldi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Bu shahardagi odamlar o'zlarining manfaatidan boshqa ishni o'ylamaydi ekan. Haq-nohaq ayrilmaydi ekan. Aysh ishratga berilib ketgan ekan. Yer terg'an, ko'chat tikkan. Raq to'qiganning qadr-qimmati yo'q ekan. Ularni Xudo jazolagan ekan. Qanday qilamiz? Jamiyat degan boshqa gapkan. Maktabdagi chog'larimizda yaxshi-yomon ancha farq etib ketolmaydi ekanmiz. Nima desang degan, ish qilib men maktabdagi vaqtlarimizni zada unutolmadim. O kunlar menga hayotimdagi eng baxtli kunlardek tuyuladi. Oldirmay o'rinlash bilinglar. Qanday qiyinchiliklar bo'lsa, qislamay mamidanglar. Nima degan bilan biz degan yaqin saboqdoshlarda. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, muharrir Muyassar To'xti, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Ertadagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.